Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Elektron darslikni birinchi asosiy sahifasini tushuntirib o'tsam. 5-A, 5-B, 6-A, 6-B, 7-A, 7-B, 8-A, 8-B, 9A, 9B, 10B, 11-A sınıflarga mening darsim bor. İnformatika va axborot texnologiya fanidan. 26-maktab, mana buning bosh sayfasi. Bosh sayfasiga shunday tasvir qo'ydim. Demak, 1-sentyabr bolajonlarning bilim kuniga, demak, bularga tabrik va sumkalar berildi. Tabrik sifatida. Keling, dars 7-A sinfga birinchi darsni o'tishni tushuntiraman elektron darslikdan. 7-A sinf tugmasini bosamiz. Sayfa ochiladi. Mana bu sayfada demak mundiraja bor. Bu yerda muallif haqida ma'lumot berilgan. Bu yerda demak 7-sinf kitobini demak tugmani bossa 7-sinf kitob chiqadi. Bu yerga muallif haqida ma'lumot beriladi. Bu albatta mana shu ushbu elektron darslik 26-yil deb qo'ydim men. Endi 25ni oxiri 26-yilning boshiga qarab to'g'ri keladi. Shu uchun 1 yil oldinroqqa surib qo'ydim. Elektron darsligimning asosiy mazmuni mana shunday ko'rinishda 2-sayfasi berilgan. Ushbu elektron darslikni ishga tushirish uchun albatta mundarajani tanlaymiz. Mundarajaning ustiga sichqonchani kursorini olib borib, sichqonchani chap tugmasini bir marta bossak mundaraja chiqadi. Keling, birinchi dars bizga matn stillarini sozlash va ulardan foydalanish mavzusi bo'lsin. Demak, bu mavzu 3-sentyabrga o'tirish kerak. 7-A'ga, 7-B'ga, 5-sentyabrga o'tirish kerak. Sayfasi 7-9 kitob, birinchi yarim yil. Mana shu birinchi mavzuning ustiga sichqonchani kursorini olib borib bosamiz. Mana bu sayfa ochildi. Demak, mana bu yerda mundirajaga qaytish mumkin. Mana shu tugmani bossam mundirajaga qaytadi. Bu yangi mavzuning video roligini ko'rish mumkin. Bu mavzuni mustahkamlash mumkin. Bu uyga vazifa berish mumkin dars jarayonida, 45 minut dars jarayonida. Birinchi dars mavzu matn stillarini sozlash va ulardan foydalanish. 7-9 sayfalar kitoblarini o'quvchining kitobini 7-9 sayfa. Darsning rejasi. Demak, birinchi reja: aziz o'quvchim, darsni boshlashdan avval quyidagilarni bilishingiz kerak. Shu tugmani bossam, nimani bilish kerak bo'lgan asosiy video rolik chiqadi. Video rolikning silkasi bor. Silkani men olaman. Mana shu silka. Silkani belgilab olaman. Nusxalayman. Nusxasini olaman. Va demak yangi sayfa ochishim kerak internetdan. Mana bu yerni bosaman, yangi sayfa ochiladi. Yangi sayfani adresini tashlayman Ketrel webdan va ochaman. Bu yerda mana birinchi bob, birinchi mavzu matn stillarini sozlash va ulardan foydalanish video roligi bu. Video rolikni ishga tushiraman. Mana ishga tushdi video rolik. O'quvchi tinglaydi ekranda. Salom aziz o'quvchilar. Matnli hujjatlardan maqsadli foydalanish moduliga xush kelibsiz. Darsni boshlashdan avval darsimizga oid tushunchalar bilan tanishib oling. Bu modulda siz muayyan maqsad uchun matn yaratish va formatlashni, grafika yoki boshqa elementlarning hujjatga to'g'ri joylashishi uchun sozlamalarni moslashni, hujjatga jadval qo'shishni hamda formatlashning kengaytirilgan imkoniyatlaridan foydalanishni o'rganasiz. Loyiha maqsadi maktabingizning internetdan foydalanishga oid qo'llanmasi dizaynini tayyorlash. Qo'llanma maktabdagi internet tadbirlaridan birida foydalaniladi. Vazifani amalga oshirish uchun hujjatlar ichiga jadvallar, belgili ro'yxatlar joylashtirish kabi zamonaviy formatlash usullarini qo'llashingiz hamda har tomonlama puxta chiroyli dizaynga ega hujjat yaratishingiz kerak. Find va replace uskunalaridan foydalanish. Hujjatga linklar qo'shish.
Hujjatga muqova, ya'ni cover page qo'shishni o'rganasiz. Darsni boshlashdan avval hujjatga matn kiritish, hujjatga tasvir joylash, hujjatdagi matnni formatlash, jumladan shrift turi, o'lchami va rangini o'zgartirish, matnni kursiv, qalin yoki tagiga chizilgan qilishni bilishingiz kerak. Darsni boshlashdan avval asosiy tushunchalar bilan tanishib oling. Matn stili. Matnning tashqi ko'rinishi, masalan, shrift turi, o'lchami, rangi kabi xususiyatlari. Formatlash. Matn va tasvirlarning ifodalanish stilini o'zgartirish. Menyu. Dasturning turli sozlamalar hududi. Oyna. Ekranda ochilib, turli buyruqlar ro'yxatini taqdim etuvchi maydon. Birinchi amaliy ko'nikma. Shunday tartibda, demak, videoni tomosha qilib bo'lgandan keyin o'quvchi, demak, mana shu mavzuni mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Yangi mavzu tushuntirildi, ularni mandirib berish kerak bo'ldi. Mana bu so'zlarni hammasi kalit so'zlarni kitobdan o'rganadi va mana shu videodan tinglaydi. Mashg'ulotlar, 3-chi mashg'ulotlar. Mana shu mashg'ulotlarni, demak, kitobning 9-sahifasidan takrorlab o'tiladi o'quvchiga. Mavzuni mustahkamlashga kelsak, mavzuni mustahkamlash uchun biz mana shu tugmani bosamiz. Mana bu raqamlarni bu qo'shib o'quvchiga mana shu savollarni raqamlarni qo'shib beryapti. Qo'shib berish jarayonida o'quvchi savolni avtomatik ravishda har bir o'quvchi 3 gruppaga bo'linadi, kichik guruhga. Ularga mana shu savollarni bo'lib avtomatik ravishda kompyuterni o'zi tashlaydi. Mana misol uchun 7-A sinfni hisobladi yoqdi. Shu tugmani bossak, mana bunday fayl chiqadi. Bu faylni ochsa agar, bu yerda ma'lumotlar ombori. Mana birinchi guruh o'quvchilari savollarni olishdi. Mana ikkinchi guruh o'quvchilari savollarni olishdi. Uchinchi guruh o'quvchilari savollarni olishdi. Shu savollarga ular javob berishlari kerak. Javob berishlari uchun bevosita bu yerdan tanlaydi o'sha. Ana bu savolga bossak, savol chiqadi. O'sha tanlagan guruh o'quvchilari savolga javob beradi. Javobini taqqoslaysiz. Taqqoslagandan keyin agar u haqiqatan ham to'g'ri javob bergan bo'lsa, ball qo'yasiz. Mana bu yerda ball qo'yish uchun joyi bor mana bu yerga. Javoblar uchun ball qo'yiladi va yig'inda balldan berib natija chiqib qoladi. Shunday qilib o'quvchilar yangi mavzuni ham, o'tgan mavzuni ham takrorlab olishadi. Bu mening asosiy yaratgan elektron darsligim bo'yicha dars o'tish jarayonimdan iborat. Dars o'tish jarayonimda men bevosita mana shunday yaratgan elektron darsligimdan foydalanaman. O'quvchilarim ham bilim olishga chanqoq. Ular ham demak mana shu ham kitobdan foydalanadi, ham elektron darslikdan men osongina har bir o'quvchiga darsni to'g'ri tushuntira olaman. Ular ham demak kitobdan mustahkamlab yana kelgusi darsga tayyorlanib keladilar. Men o'ylaymanki, mana bu elektron darslik bizda ham o'qituvchini ish faoliyatini demak yengillashtirishga yordam beradi. Afsuski, bunday ijodiy ishlarga davlatimiz e'tibor bermaydi. Yuqori tashkilotdagi insonlar yordam bermaydi, ommalashtirmaydi. Lekin afsuski, men ijoddan to'xtaganim yo'q. Ijoddan to'xtasam, bu men uchun o'zi og'ir yuk bo'ladi. Ijoddan to'xtash mutlaqo mumkin emas.